Kecha bo'lib o'tgan Barselona hamda Atletico uchrashuvi ko'pchilik nazdida harambal uchrashuv. To'g'ri, harambal Atleticoni bu o'yin uslubi. Diego Simeone bundan boshqa uslubni qila olmasdi ham deb o'ylayman. G'alaba qozonish uchun bu uslub kerak edi va bu futbolning bir qismi do'stlar. Barselona harakat qildi, o'yini boshida 2-0 hisobida oldinda borayotdi. 2-0 dan keyin ham Barselonada time so'ngigacha hisobni yiriklashtirishga juda ham ko'p vaziyatlar bo'ldi va bu vaziyatlarni qo'ldan boy berdi. Qare Lewandowski bilan Chempionlar Ligasini yutish imkonsiz ekanligi o'z tasdig'ini topmoqda. Kuchli 9lik futbolchi Barselonaga kerak hozirgi kunda. Buni Laporta anglab yetdi menimcha. Va o'yinning tub burilishi bu o'sha Erik Garsiyaga ko'rsatilgan qizil kartochka. Erik Garsiya Chempionlar Ligasida qizil kartochkalar soni bo'yicha 2-o'ringa chiqib oldi. Hali u 25 yoshda. Barselonada qizil kartochka olish qanaqadir an'ana tusiga kirmoqda. Aroxo buni boshlab berdi. Barselona Chempionlar Ligasini 11 yil kutdi, 11 yil va yana 1 yil kutishga majbur.